Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Celal'da Suyuti rahmetullahi aleyhine Halifle Tarihi namlı kitabındaki dersimizin devamında bugün Ali radıyallahu anh'ın oğlu Peygamberimizin nevresi İmam Hasan İbn Ali İbn Ebu Talib radıyallahu anh'ın hilafet devri. Bu fakatlamam 6 ay devir süren bu adam. Peygamberimiz hilafet 30 yıl buludu degan. Bu Hulfay Raşidillah'ınki, yani toğru yoldaki haliflerninki devri. Bu dörteyleninki devri 29 yıl 6 ay. Şuna bu İmam Hasan 6 ay hakimiyette ottadı hilafet tüzümüde. Şuna 30 yıl tamam oldu. Şuna İmam Hasan nima şu Hulfay Raşidillah qatarından sanaydı. Bu adamniki devrsiga vaqt 6 ay bulup, bununki kuniye ismi Ebu Muhammed, yani oğlunun ismi Ebu Muhammed'ki. Peygamberimizinki yürek parisi, nevrisi. Peygamberimizin söz itibarı bilen haliflerinki en ahırı, yani Hulfay Raşidillah'ınki. Bulardaki asasen haliflerinin hemisi padişahlık tüzümdeki halifler devrsiga. İbn Sa'diyan tarihçi İmran ibn Hüseyin'den bayan kılıp Hasan ve Hüseyin, bu Ali radıyallahu anh'ın oğlu Resulullah'ın nevrisi ilişkisi akuka bula. Bu cennet ehlinin isimlerden boğan isimdir. Araplar bunda isimni cahiliyette koyup bakmagan deb rivayet qilgan. Hamda İmam Hasan Hicriyanın 3. yılı Ramazan ayında tug'ilgan. Ramazanın o'ttirlari Peygamberimizin ait köp hadislerini rivayet qilgan bu adam. Bu zat-ı mübarekten hamda Ayşe'me hadis rivayet qilgan, Ayşe radıyallahu anha. Onun başka nurgun tabi'illah, mesela oğlu Hasan, oğlunun ismi Hasan ekan. Ebul Havra, Rabi'at ibn Şeyban, Eş-Şu'bi, Ebu Vail qatarliq hadis alimleri, şu devrindeki alimleri bulamı hadis rivayet qilgan. Ebu Şu'bi degan Amir Şu'bi deymiz, Amir ibn Şu'bi deymiz, Ebu Vail degan Şaqiq ibn Seleme deymiz. Bular asasen bu İslamiyet'in desaq devirde. Hasanul Basri bilen devirdaş ötken alimlar. Hem sahabelardan nurgun hadislerini yodlab, şu ümmet yetkizgen tabi'in alimlarınki biri bular. Bu şu hamda İmam Hasan'niki şagirdler boladi da hamda bizga bu hadislarning yetib kelishiga mushul sabab ko'p qoladi. Bu kishi, yani İmam Hasan Peygamber Aleyhissalatu vesselam ona ait bek o'xshaydigan ve bu adamniki bir kısım faziletlerden tanışıp çıkayla. Peygamberimizge ait bek o'xshaydi bu adam. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu adamni Hasan deb atagan. 7. günü aqiq bergan, yani qo'y so'yab, qo'y o'tirib aqiq bergan, aqiq bo'ldi. Shu kunsi chechini tushirib, shu chachininki ig'irligida gramlab kumush so'q sadaqat qilgan. Hem bunda bu adam şu kiyim kiydirilgan 5 adamning birisi dedi. Ve kiyim ehli degende maksat Allah subhanahu ve taala estaizu billah innema yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa. Allah sizlerden ehli beyt, yani Resulullah'ın aile tavabatı sizlerden yamanlıqni yoki nijasetni, ba'zi şeytanni deb tafsir qilgan. Bunu Allah sizlerden yo'qotishni xohlaydi. Sizlarni haqiqiy tozalashni, pak qilishni o'ylaydi, xohlaydi degan oyat tushgan vaqtida Sura Ahzobniki 33-oyatda. Peygamber sallallohu alayhi vasallam o'ziniki shu qizi Fatimani, ondan o'g'li Hasan, Husaynni, Alini chaqirib, bularga bir kiyim yo'gab, o'sha kiyim yo'gab, mushular meniki Alloh iltijo qilib, mushular meniki oyil tavobatim degan. O Müslüman o'qishida borgan shu vaqtda Rasulullahning ayoli, "Men-ku ya Rasululloh" desa, "Sen mening ayolim" deb bunday javob bergan deydi. Shu oyil tavobatimdan, shu avlodlarimdan yomonlikni ko'tarib etgan ey Alloh deb duo qilgan. Shunga bularni kiyim ahli deb atagan. İmam Askari Avail nomli kitobida bu ism jahiliyatda mashhur emasdi. Yani Peygamberimiz tanlab bunda qo'ygan ism deb shunday ekan. Endi mufazzil degan olimlar deyishcha, Alloh taolo Hasan va Husayn degan ismni bir kimga qo'shib nisb qilmay, Peygamberimiz o'zining ikki nevrisini bu ism bilan atagan deb bunda isbotlabdi. Bir-birini to'liqlaydigan kalimalar hamisi.
İmam Buxari rahmetullahi aleyhi degan dua Anas ibn Malik rivoyat qilib degan vaqtida payg'ambarimizga eng o'xshaydigan adam Hasan ibn Ali edi. Buningdek o'xshaydigan hech kim yo'q deb shunaq sifatlagan. İmam Buxari Muslim eng sahih hadis kitoblari bular. Bara ibn Malik degan sahoba rivoyat qilib payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir kunsi nevrisi Hasanni bo'yniga mindirib olibdi dedi. Shu holatni ko'rdimda payg'ambarimiz shu vaqtida ey Alloh men uni yaxshi ko'rmasam, yaxshi ko'rgin deb duo qilib olgan dedi. İmam Buxari rahmetullahi alayhi Abu Bakrdan rivoyat qilib payg'ambarimizga mundaq deganligini anglagan edim dedi. Rasululloh shu munbarda ekanda Hasan o'zinki yon tarafida kishilarga bir qaraydi, nevrisi Hasanga bir qarab mundaq deydi. Mening ma o'g'lim, ya'ni men nevram bir rahbar, bir bag. Allah Taala bu orqali büyük musulmonlar toifasidan ikki firq bo'lib ketgan musulmonlar orasini yarashtirib o'tdi dedi. Bu payg'ambarimizningki mo'jiz xarakterli hadislari. Ali roziyallohu anhu o'ldirilgandan keyin Ali roziyallohu anhu tarafdorlari bir firqa, Muaviya tarafdori bir firqa bo'lgan. Bular hammasi asosan bir-biriga bo'ysunmay shu urush qilish bosqichida payg'ambarimizning bu muborak nevrisi xilofatdan tushib o'tinib berib Muaviyaga musulmonlarniki birdagligini, islom dunyosining shu vaqtdagi birdagligini saqlab qolgan. O vaqtida islom dini bak keng tarqalib bo'lmagan, atrofda dushmanlarning kuchi haqiqatan bor. Farislarmi bu yerda inqilob qilib turdi. Hamda Rimliqlarmi ancha-muncha marab turdi. Shundoq bir yomon paytlarda bu odam o'zining huquqidan tushib turish orqali musulmonlarning birligini saqlagan. İmam Buxari rahmetullahi alayhi Abdullah ibn Umar rivoyat qilgan bir hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu ishga aylangan o'g'lim Hasan Husayn mening dunyodagi yurak parlarim deb bunday sifatlagan. Imom Tirmiziy Hakim Abu Said al-Khudri rivoyat qilgan hadisda bunday deydi. Hasan va Husayn jannatdagi yoshlarning kattasidir, shularning rahbari beshidir degan. İmam Tirmiziy rahmetullahi alayhi Usama ibn Zayd rivoyat qilgan bir hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ko'rdim deydi. Hasan bilan Husaynni ishga o'tsa qilib o'tirib turganda va bunday deydi. Mana bu mening yurak pari o'g'illarim, qizimning bolasi. Ey Alloh, men bu ikkisini yaxshi ko'rman, uni sen yaxshi ko'rgin. Bu ishlarni yaxshi ko'rganlarni sen yaxshi ko'rgin deb duo qilgan deydi. Alloh bizlarni inshaalloh shu Rasulullohning oil tavobatini yaxshi ko'rganlardan qilsin. Anas ibn Malik rivoyat qilgan yana bir hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan savol so'ralibdi-da, "Ya Rasululloh, oil tavobatlari ichida kimni bek yaxshi ko'rlar?" deganda, "Nevram Hasan bilan Husaynni bek yaxshi ko'raman" deb javob bergan. İmam Hakim Abdullah ibn Abbas rivoyat qilgan bir hadisda, bular ham hadis olimlari, shu davrda. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'g'il nevrisi Hasanni o'zining bo'ynida ko'tarib keldi. Uning bir odam ushqishib mundaq debdi-da, mars kelib. Ey balam, minib olgan bu mingan imroying nima degan yaxshi narsaga minib olding? Bir ulug' zotga minib olsa deb mars kelib degandan keyin payg'ambarimiz unga javoban "Oy, minib olgan balam yomon yaxshi bola shu. U nima degan isil talaylik" deb ona javob bergan ekan. Bu orqali Rasulullohning bir fazilatini esqasa qoldi. Rasululloh haqiqatan mutlaq fazilat egisi, uningda hech qanday gap yo'q. Butun payg'ambarlarning rahbari kattasi. Hatto o'zining o'g'li Hasan Husayndan kattadir, fazilatlidir. Darajasi yo'qdir. Ammo payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu yerda o'ziniki bo'yindagi o'zining bir nevrisining kichik bolaniki ko'nglini xush qilish orqali uningga bunday bir ilhom taqlish orqali ma bolaniki ko'nglini o'stiryapti-da. Küçük vaqtida nayeti ko'ngli xush qilib o'stirib, uning ma'naviyatini bunday go'zal so'zlarla oshirgan bolaniki kelgusimi boshqacha bo'ldi. Ibn Sa'dniki Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhu rivoyat qilgan yana bir ma'lumotida payg'ambarimizniki oil tavobatida eng shu Rasulullohga o'xshaydigan kishi va Rasululloh eng yaxshi ko'radigan zot Hasan ibn Ali edi dedi. Shundan men bir qatam uni ko'rgan dedi payg'ambarimizni. Payg'ambarimiz sajda qilayotgan vaqtida namozda Hasan kelibdi-da, kelib Rasulullohning bo'yniga minib olibdi. Ya dumisiga minib olibdi shu orliqda.
Balası gədəndən boyundan düşmügüçilik Resulullah boyundan elib düşürüp etmegen. Ruku kılıvatqa halatda görsem Peygamberimiz bunda iki koltuğunu bunda kötürep birettikende özünün şu koludan bunda kötürep aylıqı ruku kılga vaktiga altıda işte pestin işte meňe dep aşnaga bir şarait hazırlap biretdiken. Kaşgarda 2014 bolsa kerek. Bir mescitte namaz okulup kaldım. Balam namaz ikinci reketke birinci cemaatga ügrenmepti mende. Ve özüm okuvatsam kendimge bir neçe cemaat kerip imamlık nim bolup aldım. Kendimge ägiş boldu da. Men şu wagtda imam bolup kaldım hem özüm yalnız okutkan namazda. Sonra oğlum kelip bana ägilep bana sel çaplaşıp aldı. Men şona kötürüp aldım hem de onu arlıqta. Götürülüp koysam men namazı okuvatım şu mescidinki mezini ayqına kapılap qopal bir sözlep ketdi. Gep qınbay namazı davamlaştırıverdim. Oğlumның qıyışqanda qoymudım adetde. Namazı oqpulap şuna qaşığı birip altırak hamda qaşqaça tuzluqrak edim deyişip qaldık. Ki bilsem bu adam ayeti bek bir aqsaqal ketip al. Şu ona bunun kendine kirip mezun bulup algan bir adamken. Bunda evvela ötümüzün ayeti iğir. Bu şu küçük vallahi mescitten qoğulaşqa, mescitten öktürüp, mescitke yakın kelip demeydigan, aşta bir evvellaga türt bolgan bir muamille bu. Buna dikkat qilgan yaxshi. Birden tartib şu mescitte, şu namazda adetlenip körüp çoğ olsa, o başqaça boldu. Nemeni görse, çoğ olganda şu adet boyunca etildi vallahi. Peygamberimizdeki bu muamelesi bizge ayette bir muhim bir ülge. Çoğun mescitte okuğa vaktimiz okuganda bala gep kıldı yoki oyunu dep bunu qattiq tozutmaslik kerak. Chiroyligini sabab qilish kerak, ammo uni yuktizg'a ishon qilmaslik kerak. Ibn Sa'd rahmatullohi alayhi Abi Salama ibn Abdurrahman rivoyat qilgan birisi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ay tilini ayette chiqarib Hasanga, ayet shunda tillarini chiqarib akiltib ketadi deydi. Hem de Resulullah'ın bu tilininki çıkağa uçunu köye vaxtıda kızarılgan yerine oynatqa geldirdi. Ay balana ait külüp ait hoş olup gitip Resulullah'a jügürüp gitet dedi. İmam Hakim Zuhair ibn Akbar degan kişi rivayet qilgan bir hadisda Hasan ibn Ali xutba o'qigan endi kino cho'ng'ogan vaqtida. Endi Azdishan Nu'a degan bir qabila, bu arablarning ait mashhur qabilalarniki biri. Tek Yemendan bular. Bir odam kelib dediki, men guvohlik beray. Payg'ambar alayhisolatu vassalam mana mavi xutba o'qiyotgan ma balini o'zinki shu kiyimida o'tag'izib qo'yib turib mundaq degan dedi Rasululloh. Kim meni yaxshi ko'rsa, mani yaxshi ko'rsin, mash o'g'li navrisi Hasanni. Hozir mushada hozirlar keyingi odamlarga, yo'q odamlarga yetkazib qo'ysin degan. Agar payg'ambarimizningki haqqi, hurmati bo'lmagan bo'lsa, men buni hech kimga bu gapni demagan bo'ladi. Rasulullohning hurmati, muqaddasligi tufaylidan men sizlarga bu gapni da'vat etaman deb keyingi mezgilda bu gapni da'vat etdim. Demak bu 40-50 yil atrofidan keyin jildan keyin deyilayotgan gapda bu aşi Rasulullohning gapini tushundirib. Hamda İmam Hasan radhiyallohu anhuning ait nurg'un ko'p fazilatlari, xususiyatlari bor. Buna ait esil, ait muloyim kang qo'saq bir rahbar edi. Ait temkin, salopatlik, salmoqi va mundaq, ait sehi, mard. Ko'rganlar odamni yaxshi ko'rib qildigan, maqtashqina ait adam, intilib turgan odam. Uni qilishni, fitna qilganini yaxshi ko'rib, qilishni yomon ko'rdi degan gap, endi shu urushni yomon ko'rdimda musulmonlarning ittifoqini yaxshi ko'rdi deydi. Bu adam ko'p o'linadi. Ba'zida biror odam kelib qolsa 100 ming dirham pulni berib ketdi. Mard mushta odam edi. İmam Hakim Abdullah ibn Ubayd ibn Umar degan kishi rivoyat qilgan bir hadisda İmam Hasan 25 qatim piyoda chiqgan. Har qatim shu Baytullohga, Makkaga shu hadiya qildiganga ko'p to'g'larni elib birga yo'tlab mang'atdi deydi. Mushta borat ekan. İbn Sa'd Umar ibn İshaq degan kishi rivoyat qilgan bir mazmunda mundaq deydi. Bir odam gap qilsa, bir jimtuzgan, bir gap yutgan bo'lsa degan bir tuyg'uga kelib qolsa-mu, lekin İmam Hasan ibn Ali gap qilsa,
bir to'xtamaskan, yana gap qilskan deb zerikmasdan, terikmasdan shuning so'ziga quloq solatdim deydi. U hayotida faqat bunda satga qilib boqmagan. Faqat bir qittim hamda. Chunki hamda inisi Husayn bilan Osman ibn Affonning o'g'li Amr ibn Osmonniki oraliqda ma'lum bir zamin da'vosi bo'lib oraliqda. Enisi Husayn bu ishni hal qilish uchun ma'lum bir plan o'tirib qo'ysa, uningga Amr ibn Osmon rozi qo'shilmabdi uningga. Shuna bu Imom Hasan qo'pib buning hamda shu buniga tekkizishdan boshqa hech qanday choramiz qolmadi hamda degan deydi. Mana shu hayotida anglagan bir saat kepi mushu edi deydi. Bu saat kep emas. Bir o'g'avol degan o'zing o'g'avolda chiqib elib deyildigan gaplar bunday ishlar. Ama mushni hamda eng sat gap qilgan holati mushu deydi. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi